Otaginam. Yana buzildimi? Sho'tta katta bo'lgandan-da kursdoshlar. Ya, o'lingiz keldi. Assalomu alaykum aka. Neden? Tuzumsada. O'tirganda kim to'qsovlar? Kursdoshlarmi mana? O'zi kontrakt o'qiysan-da, menga yana mehmon olib kelasan-a? Xush kelibsizlar yigitlar. Ota-onalar yaxshimi, onanglar? Kiringlar. Fu, buncha chang urdi. Uylar buncha kichkina. Kattasi kerakmi? Uyni kattasi kerakmi? Kirov kichkinasiga keyin kattasini ham qilamiz. Amin. Sizlar keldinglar, balo kelmasin. O'zi qachon ketyapsizlar? Ertaga ketamiz ha? Dushanba ketinglar. Bular bekorchimi sanga? Ishlari bor. Ertaga ketasizlar ha? Oyi, o'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim-da, devzira deb tosh qilib bering. Beraman o'g'lim. Qo'y ikkidan bo'lsin. Ottikidan bo'lmaydimi? O'tniki ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Amaki, Yeb bashirning kursini. tualet bormi? Yo'q, biz inanib kelayotganku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsat olasizmi? Yo'q. Amaki qatta u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jacuzzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi? Optimallashtirgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik, sabr qilib yuring. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajni kerak bo'ladi xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi Panji? Kursdoshlaringni olib kelsa bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Yoqqa. Achki qimmat ekan ha. Sovg'ami bu? Bu yoqqa bu yoqqa kelsan. Tushunmadim. Akalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Lubboyga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobius ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman. Tushundingmi? Anji, Assalomu alaykum amaki. nima meni mehmonlarim jinni qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'la. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Evel. Qayerdasan Nurik? Viloyatdan. Sanchi? Tumandan. Oho, men shularni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylayman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish? Men meni uladim, zavat qil qoravoy. Ustoz zavat bo'ldi. Lekin badaningizdan zo'r to'k ko'targanda. Cho'ta mashina anchadan beri yotibdimi deyman. Zavat ham bo'lganda nega arzon 5000 dollar. Bu mashinani bitta cho'pon haydagan. Ichida bitta katta it o'lib qolib, bir oy qolib ketganda o'shanga 5000. Ay, sasilganda bo'pti 4000 dollar. Menga qara, cho'pon ishib turaymi? Mashina masla. Topmiz, sizga 10 mingga berib yuboradi. Menga mashina yoqdi. 10 ming, mana baraka. Nima qilyapsiz? Yaqinda to'y qiladigan odamsiz. Nima bor mashina olib, a? Tez oldimga tushing. Hop. Tez. Ustoz, to'y sezonlar boshlanib, mashinalar ham sotilmayapti. Vo, to'y sezon deganingga, nega Maksimgalga alla puguchoga uylangan, bilasanmi? Puliga qiziqqanda, Ahmoq, allapani chinnalari zo'r bo'lgan. Shunga ishqiboz bo'lib uylanib olganda, bu yog'iga biz ham chinni biznesini boshlaymiz. chinni-chinani isqirtib bo'lar ekanmiz-da. Do'stlar, do'konimizga quyma tillarni chinnalarimiz yetib keldi. Ustoz, bu quyma tilla emas-ku, sir o'chib ketadi. Ular qayerdan bilib o'tiribdi? Agarda biz aytgan narxdan arzon topsanglar, masla qop-qora jentirib berib yuboraman. Ustoz nomora so'rab kelsa-chi? So'rab kelsa, voy, hozirgina qolmadi-ya deymiz-da, boshqa tovarni tiqib yuboramiz. Buni marketing deydi. Ichida it o'lgan qora jentir ham berib yuborasizmi? Nega arzon deysizmi? Chunki biz arenda to'lamaymiz. Menga yoqdi, olaman. Adasi bu chunni emas, nima qilyapsiz? Kene, shahardagi hamma do'konlar bizga qarashli. O'zimiz tovar yetkazib beramiz. Birinchi qo'limiz-ku. Aldoqchilar, adasi tez oldimga tushing, chinnichiga boramiz. Tez. Bilib qoldik, qora. Adasi, bu yer chinnichi do'koni. Yel brendini olgan. Bu yerdagi mahsulotlar ham arzon, ham sifatli. Bilasizmi adasi, agarda bu yerdan arzon topsangiz, yo pulingizni qaytarib berishadi, yoki bundan ham narxni tushirib berishadi. Sen bilganda. Adasi, endi pulingizni ekonom qilib sizga mashina olamiz. Rosta. Bolalar balonni ko'rib beringlar. O'zimizdan kiret-ku. Mashina qancha yeyapti? Rasxod sal ko'proqda. Bunga sir uchun gaz ballon qo'yish kerak. Bizning do'kon skidga ketyapti. Sizga 500 dollarga qo'yamiz. Faqat joyda saning. Mana. Faqat ertaga kelasiz, hozir ochildilar olib kelasiz.
Ustoz arenda pulini so'rayotdi ekan zatsi. Unda ketadigan payt kelib shogird. Voy onasi anavi ikkalovi mashinang emas ekan, ular gaz qo'yishar ekan. Men ularga $500 berib keldim, ertaga qo'yib berishar ekan gaz. Adasi, qaysi kallangiz bilan bu ishni qilasiz? Ha bu elektromobil bo'lsa, bunga gaz balon qo'yib bo'lmaydi. Adasi! Mashina mas lekin 10 mingga baraka. Baraka. Ustoz ichida it o'lganini aytdingizmi? Yo'q, men bildim-ku, cho'pon it o'lmagan ekan. Ha? Ona bola qo'y o'lgan ekan. Oka yetib keldi, sizdan 30 mingizmi? Karta nomeringizni SMS tashib yuboring, to'lab yuboraman. Ya naqd pul bergan-ekansiz-ku. Qanaqa karta endi? Naqd pulim yo'q, xavotir olmang, tashib yuboraman. Va bir marta yeb qo'yganim yetadi o'zi. Qayerga ketdi bu endi? Hali ham tushgani yo'q-ku. Oka, shundoq bozorlik qilib, xavotirlanmang, tashib yuboraman. Tez-tez tashagina hali gaz zapravka qilishim kerak. Tashavvaroq, ho? Oka, bolalar bilan gaplashib oling, xavotir olmang, tashib yuboraman. Tez-tez gaplashdi. Ovqat yeguncha pulni tashab yuborsang bo'lardi. Sanakani ham ko'payib ketdi o'zi. Birov haqidan qo'rqlaring bundoq. Ha, siz ham xit ko'rar ekansiz, borib. Tashab oldim. Mana tushdi, tashib yubordim. Ya, 300 ming tashab yubordingmi? Voy, siz shoshirganingiz uchun mana bitta nol ko'p bosib yubordim. Oka, mana bu kartaga tez qaytib tashib yuboring. Xavotir olma. Tashab yuboraman. Qizimizga uylanmoqchimisiz? Ha, qizinglarni o'sha kuz sevib qo'ydim. Ha, nima ish qilasiz? Aka, mana. O'sha men aytgan mashinami? Xuddi o'sha. Yaxshi. O'chirib qo'yasiz-a? Ha, o'chiraman. Ketavering. Rahmat. Voy dadasi, deputatga o'xshayapti. Qizinglarning turqida xoli bor ekan. Uni qanday qilgansizlar? Tabiiy. Ha, tabiiymi? Ha, nima ish qilasiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Mana hammasi to'liq ichida. To'liqmi aytganimdaymi? Cho'tka hammasi. Bo'ladi. Kamchilik bo'lmasa Yo'q, bo'ldi, o'chirib qo'yaman. o'chirib qo'ying. Ay dadasi, menimcha prokurorga o'xshaydi. Qizinglarni chap yuzida kulguchi bor ekan-a? Bor. O'sha yerga meni ko'minglar. Chuqur ekanda. Voy, Nima ish qilasiz? Kechirasiz. Mana, O'sha men aytgan ta'mmi? xuddi o'zi. Abida. Abida. Onajon, dadajon, xullas bu abida suvlar, yangi chiqqan suvlar. Yoshligimizda kampir chopon degan qovun bo'lardi, esinglardami? Ko'k qovun. Bay. Mana shu suvdan ana shuni ta'mi keladi. hadi kel. Buni har xil ta'mi bor. Limonligi bor, mana anorligi bor, shaftoligi, xullas har xili bor. Birga bir ta'mini olgan, ishoning. Bugungi shot bizning restoranimizning hisobimizdan pul to'lamaysiz. Hali-ya? Xo'p, kamchilik bo'lsa aytasiz. Ha, davay. Voy dadasi, bu blogerga o'xshayapti. Tekin o'qityapti-ku. Undan ham katta bo'lsa kerak bu. Ha, boya savolim javobsiz qoldi. Nima ish qilasiz? Yozuvchiman. Voy, roman yozasizmi? Yo'q, odamlarning ustidan, tagidan, pastidan, u yoqdan yozaman. Pisatilman. Boya birinchi mashina tashab ketdi-ku. O'sha gazda ishlardi. Ustida yozuvdim, shu mashina tashab ketdi. Hozir mana ofitsen yigit keldida, mana abida ichimliklarni berdi, shot tekin qildi-yu. O'tgan yili sesga yozib bergandim bularni. Shunga endi mana shuni xizmat qilishadi. Dadasi, biz yozuvchiga beradigan qizimiz yo'q. Tur ketdik. Ha, bermasanglar sizlarni ham yozaman. Nima deb yozasan? Ha, qizingni iffatsiz deyman. Ha, o'zinglarni vijdonsiz deb yozaman. Voy oytoq bashara, bilganingni qil. Bilganimni qilsam chidolmaysizlar, nima deyapsiz? Yo, sansirama, yozsang yoz. Yozsam chidaysizmi? Chidaysizmi? Men qalamim o'tkir, men kimlarni yozmaganman? 2000-yillarda to'ylar qanday o'tkazilgan? Zebaxa, qudali moliylarga kelishibdi. Voy, kirsin, ichkariga olib kiring. Voy, aylaning sizlardan. Yaxshi narsalar kelishibdi. Buni ham video gol, rossiyskiy motorda bu. Zaksga moshina gaplashdingizmi? Qishloqda yo'g'idan gaplashdik. Keladi. Sizlarni sog'indim. Ketganda qop-qora edi, oqquloq bo'lib qaytibdi-ku. Gapir aka, gapingizni qarang, bolingiz bag'ringizga qaytdi. Rossiyskiy shkolat olib keldingmi? Ber stolga qo'yishim kerak. Qatida? Kiyimingni alishtir, zaksga ketamiz.
voy keliningizni zo'r bo'yantirishibdi qarang. Ha, o'zi qizlarning hammasi umrida 2 marta shunaqa xunuk bo'yinadi. Bittasi 5-mayda, bittasi to'yda. Yuravering. Qattiq torт. Yana Uyaltirma. poyandozni talashib yurmang. Qudali odam. Ha, unaqa yoshdan o'tgansiz. Nima yoshdan o'taman? Menga ozginasini ber. Ozgina ber, men kuyovni otasimanman, otasi bo'laman, pensioner odam. Uni ayling. Material yo'q-da, chitmi bu nima? Video olyapsizmi meni? Olatda. Xotin, men sharmanda qilib bo'ldim. Lekin pul choshdaga kirib sen sharmanda qilma, xo'p? Nima deyapsiz? Men sizmanmi? Men unaqa yoshdan o'tganman. Nurmamat jon uchun. Tuf, o'zingga ko'z qo'ygandek bolalarim, aylaning. Ona, siz menga Nazira opani qizini olib beraman degandingiz. Buni dashi ko'rmaganman-ku. Endi bolam, bu ham bir kinder surprizdek gap. Paranjini ochasan, ichidan nima chiqsa chiqdi, o'sha saniki. Hay, zaksga ketamiz. Zaksga. Yuring. Ota qiz uzatib yig'layapti. Videochi qani? Videoga olmaydimi shuni? To'yni boshini mana shu guldan boshlaymiz, shogird. Bu ketdi, zaksga shoshilamiz. Aka, men keldim. Siz mashinangizni olib ketasizmi? men kelin olib ketaman. Ket. Ha, siz mashinangizda ketsam kerak, aka. Men kelin dugonalarni olib ketaman. Aka. Ha, doda. Sizda ketamanmi? Yo'qmi, ona xollar, Doda, do'stlar. doda, qilmang, doda. Qoling, oling. Yana videochi ko'chada qolib ketdi.